Turnir. Turnir bu Best Trader va Best Ideya nominatsiyalari uchun bellashuv. Bu bellashuvda sizda oyi boshida 100 ta coin beriladi. Oyi oxirida eng katta natija qilgan, eng ko'p coin yig'gan trader Best Trader oladi. Best Ideya nominatsiyasini bitta dona, bitta bitimda eng katta daromad qilgan, foizda daromad qilgan trader yutadi. Coins o'zi nima? Coins bu bizani kapitalimiz platformadagi. Bu haqiqiy pul emas yoki kriptovalyuta emas. Platformadan tashqari hech qayerda ishlatib bo'lmaydi. Sezon bu 3-4 oylik bellashuvi общий natijasi. Ya'ni har oy oxirida yig'ilgan coinlar turnirga sezonga o'tadi. Va shunaqa qilib 3-4 oy natijasida biza chempion traderni aniqlaymiz. Turnir va sezonda qatnashish qoidalari. Siz kamida 16 yoshga to'lgan yoki undan yuqori bo'lishingiz kerak. Va sizda o'sha turnir o'tkazilayotgan oyyi aktiv obunasi bo'lishi shart. Har oy oxirida turnirdan qolgan coinlar sezonga o'tkazilinadi. Va keyingi oy boshida yangi turnirda sizni coinlaringiz yangilanadi. Ya'ni boshqatdan 100 ta coin sizda paydo bo'ladi shu tizimda. Inaktiv bo'lib qolgan hamma ideyalarning coinlari o'zgarmasdan sezonga o'tadi. Best Trader nominatsiyasi turnir doirasi ichida beriladi faqatgina. Ya'ni bitta turnirni bir oy ichida eng ko'p coin yig'a olsangiz, siz Best Trader bo'lasiz. Va Best Trader bo'lish uchun ikkinchi sharti ham bor. Siz kamida 4 ta ideya bergan bo'lishingiz shart. Ya'ni 3 ta dona ideya berib turib, hamma ishtirokchilardan ko'proq coin yig'gan bo'lsangiz ham, siz Best Traderni ola olmaysiz. Chunki hamma shartlarni to'g'ri bajarmagan bo'lasiz. Shuning uchun siz 4 ta ideya va eng ko'p coin yig'gan bo'lishingiz kerak. Shunda oylik turnirimizning Best Traderga aylanasiz. Turnir doirasida sizga foizda eng ko'p daromad olib kelgan bitim uchun Best Trader beriladi. Obunani xarid qilish kuniga qarab turib, sizda funksiyalar o'zgaradi. Agar turnirni boshida 1-dan 5-sanagacha xarid qiladigan bo'lsangiz, sizda 1-dan skidka beriladi. Ya'ni 100 million obunamiz sizga 65 mingga beriladi. Va ikkinchisi sizda hamma funksiyalarni ishlatish imkoniyati beriladi. Keyingisi, agar siz 5-dan 15-sanagacha to'lamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda ikkita imkoniyat bo'ladi. Xohlasangiz bu oy qatnashasiz, xohlasangiz keyingi oy. Va funksiyalarda limitlar bo'ladi. Ya'ni agar bu oyni tanlaydigan bo'lsangiz, siz 15 kunning ichida ideya berishingiz kerak va turnirda yutish imkoniyatingiz sal kamroq bo'ladi. Agar o'zingizga ishonadigan bo'lsangiz, bu oydan boshlay olasiz. Sizga xuddi shunaqa 100 ta coin beriladi va 4 ta ideya oy oxirigacha berishingiz kerak, shu 2 haftaning ichida. Keyingi oyni tanlaydigan bo'lsangiz, siz platformada o'tiraverasiz, yopiq gruppamizga Telegramga qo'shilasiz, lekin sizga coin berilmaydi. Siz faqatgina keyingi oydan qo'shila olasiz turnirga. Ya'ni ideya yaratmasdan platformada o'tira olasiz. Ikkita imkoniyat. 20dan 28-sanalargacha bo'ladigan bo'lsa, sizda hamma funksiyalardan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Faqatgina sizga coin berilmaydi. Ya'ni turnirda qatnasha olmaysiz. Obunani sotib olganingizda siz videolarni ko'ra olasiz, Telegramdagi yopiq gruppamizga qo'shila olasiz. Lekin turnirimizga qatnashib 4 ta ideya bera olmaysiz. U keyingi oyga, keyingi oyni 1-sanasidan beriladi sizga coinlar. 28-dan 31-gacha bo'ladigan bo'lsa, bitta dona farqi sizda skidka bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa 65 ming bilan sotib ola olasiz 100 million obunamizni. Obunani amal qilish muddati tugagandan keyin sizga 5 kun muhlat beriladi. 5 kunning ichida pul to'lamasangiz, 6-kundan akkauntingiz bloklanadi. Va keyingi obunani aktivlashtirmaguningizgacha hamma funksiyalar yopiladi.